2025-yil 28-aprel Ispaniyada sodir bo'lgan bu blackout texnik nosozlik emas, tizimli ogohlantirish edi. 60 milliondan ortiq odam elektrsiz qoldi. Nosozlik tufayli millionlab uylar elektr ta'minotidan ayrildi. Metro to'xtagan, svetoforlar o'chgan, aloqa uzilgan, parvozlar qisman to'xtatildi. Sport musobaqalari va boshqa tadbirlar ham bekor qilindi. Poyezdlar to'xtadi, aloqa uzildi, ijtimoiy tarmoqlar titradi. Birgina voqea butun Yevropa energetika tizimi uchun sovuq dars bo'ldi. Quyosh panellari aybdormi? Kiberhujummi yoki chalkash boshqaruvmi? Assalomu alaykum do'stlar, men Zoir Kenjayev. Bugun Ispaniyadagi blackoutni texnik, real va strategik jihatdan tahlil qilamiz. Chindan ham blackoutga quyosh panellari sababchimi? O'zbekistonda ham blackout bo'lish ehtimoli bormi? Kanalga obuna bo'lishni, izoh yozishni unutmang. Biz esa boshladik. Blackout bu faqat chiroqlar o'chishi emas, bu butun elektr tizimining bir lahzada yiqilishidir. Elektr tarmog'i bu sinxron yuruvchi tizim. Bitta stansiya to'xtasa, boshqalari ham qulaydi. Agar oldindan himoyalanmagan bo'lsa albatta. Bu domino effekti deb ataladi. Yodingizda bo'lsa, The Great Blackout degan Gollivud filmini ko'rganlar borki, bu kinoda emas, aynan Ispaniyada real hayotda bo'layotganligini tasavvur qiladi. Hodisa 2025-yil 28-aprel kuni 12:33 da tushlikdan keyin boshlanadi. Ispaniyaning janubi-g'arbida joylashgan 2 yirik elektr stansiya nosozlikka uchraydi. 5 soniya ichida tarmoq 15 gigavat quvvatdan ayriladi. Bu mamlakat ishlatadigan barcha energiyaning 60% tashkil qiladi. Shundan 10 gigavat quyosh panellarining hissasiga to'g'ri keladi. Shaharlar elektrsiz, metrolar to'xtagan, aloqa uzilgan. Ispaniyaning elektr tarmog'i o'zini avtomatik himoya rejimiga o'tkazgan. Bu degani, u o'zini o'chirish orqali tizimni butunlay qulashdan saqlashga harakat qilgan. Dastlabki tekshiruvlarda kiberhujum ehtimolini rad etdi. Ammo Ispaniya Oliy sudi bu hodisani terrorizm bilan bog'liq jinoyat sifatida tergov qilmoqda. Hodisaga asosan 3 versiya taklif qilindi. Birinchisi, tabiiy hodisa. Elektr stansiyalari o'zaro sinxron ishlamay qoldi, kuch balansida muvozanat buzildi. Bu versiya rasmiylar tomonidan aytildi, ammo ko'pchilik mutaxassislar tomonidan shubha ostiga olindi. Kiberhujum. Dastlab kiberhujum ehtimoli bor deb o'ylashdi. Ammo 16:00 ga kelib, Ispaniya milliy xavfsizlik xizmatlari hech qanday iz topishmadi. Uchinchi, texnik nosozlik. Eng asosiy versiya. Gaz stansiyalaridagi texnik nosozlik, noto'g'ri sozlangan himoya avtomatikasi, chastota tushishi. Aynan shu pasayish smart invertorlarning sinxronizatsiyani yo'qotishiga sabab bo'ldi. Ispaniyaning janubi-g'arbi qismida ketma-ket bir nechta yirik elektrostansiya o'chib qolishi natijasida 15 gigavat ishdan chiqdi. Ammo 10 gigavat bu quyosh panellariga to'g'ri keldi va birdaniga quyosh panellarini bunda ayblab bo'lmaydi. Sababi quyosh energiya tizimlari invertor orqali ishlaydi. Bu invertorlar tarmoqning chastotasiga moslashadi va kuchlanish orqali energiyani tarmoqqa uzatadi. Lekin tizimda chastota tushishini boshlagach, quyosh invertorlari o'zlarini o'chirib qo'yishadi. Sababi invertorlar mustaqil ravishda chastota o'zgarishini boshqara olmaydi. Bu qayta tiklanuvchi energiyaning zaif nuqtasidir. Quyosh panellari arzon energiya ishlab chiqaradi, ammo ular tizimga ishonchli xizmatini bermaydi. Agar ularni akkumulyatorlar bilan birga qurilsa, ular ishonchli bo'lishi mumkin. Aks holda esa muammo tug'diradi. Ispaniya energetiklari bu tizimni bir sutkada tiklashga muvaffaq bo'lishdi. Buning sababi elektr stansiyalari yoki uzel nuqtalar portlamagan, jismoniy zarar bo'lmagan. Tizim shunchaki o'zini uzib qo'ygan. Shu sababli ular avval generatorlarni, so'ngra bosqichma-bosqich iste'molchilarni tizimga qo'shib qo'yishdi. Asosiy savol: quyosh panellari aybdormi yoki boshqaruvdagi muammolarmi? Quyosh panellari o'zidan kuchli energiya beradi, ammo ular tizimni boshqara olishmaydi. Invertorlar tarmoq chastotasiga bog'liq holda ishlaydi. Tarmoq noto'g'ri bo'lsa, ular o'zini o'chiradi. Ya'ni invertorlar faqat bo'ysunadi, o'zi yetakchi bo'la olmaydi. Agar quyosh panellari akkumulyatorlar bilan birga ishlatilganda edi, ular tarmoqni ushlab turishga yordam berar edi. Shuning uchun 100% quyosh paneliga o'tish mumkinmi? Ha, mumkin. Lekin energiya saqlash texnologiyasisiz bu xavfli hisoblanadi. Energiya tizimi faqat ishlab chiqarish emas, balki barqarorlik, nazorat, xavfsizlikdir. Himoya tizimlari noto'g'ri ishlasa, tizim ag'dariladi.
Ispaniya energetik tizimi yirik, lekin sinxronizatsiya zaif bo'lgan hisoblanadi. Bu degani faqat energiya yetarli emas, nazorat mexanizmlari bo'lmasa, hammasi bir lahzada qulashi mumkin. Qanday choralar ko'rish kerak? 2024-yil dunyo bo'ylab elektr energiya ishlab chiqarishning 40.9% toza manbalardan, quyosh, shamol, gidro va yadro energiyalaridan ta'minlangan. Ispaniya qayta tiklanuvchi energiya sohasida yetakchi mamlakatlardan biri hisoblanadi. 2024-yilda mamlakat elektr energiyasining 56% qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan ishlab chiqarilgan. 2025-yil 16-aprel kuni Ispaniya tarixida ilk bor ish kunida butun elektr energiyasini 100% qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan ta'minlashga erishildi. 2030-yilgacha mo'ljallangan maqsad bu 81% umumiy ulushga erishishdir. Portugaliya ham bu sohada yetakchi davlatlardan hisoblanadi. 2025-yilning birinchi choragida mamlakat elektr energiyasining 81.2% qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan ishlab chiqarilgan va umumiy reja bo'yicha 2030-yilga borib bu ulushni 51% ga, ya'ni umumiy yillik uchun 51% ga yetkazish reja qilingan. Shunga qaramay, energiya saqlash tizimlari hali yangilanish bosqichida. Energiya institutining hisob-kitoblariga ko'ra, 2023-yil oxiriga kelib, Yevroittifoqda atigi 3.4 gigavat saqlash quvvati mavjud. Solishtirish uchun Xitoyda 27.1, AQShda esa 15.8 gigavat bor. Demak, butun tizim stabilligi va xavfsizligini ta'minlashga katta urg'u berish kerak. Elektr ta'minoti barqarorligining asosiy 3 ta omili bor. Birinchisi, tarmoqdagi kuchlanish muvozanati. Ikkinchi, yuklanmani monitoring qilish va avtomatik boshqarish. Uchinchi, zamonaviy SCADA va avtomatik himoya tizimlari. Agar bu tizimlar ishlamasa, blackout xavfi bor. Ehtimoliy yechimlar va tavsiyalar. Nima ish qilish kerak? 4 qatlamli strategiya qilish kerak. Birinchisi bu quyosh panellari plus akkumulyatorlar. Quyosh va shamol manbalarini akkumulyatorlar bilan uyg'unlashtirish zarur. Ikkinchisi dispetcherlik markazlarini kuchaytirish. Tizim operatorlarining dispetcherlik imkoniyatlarini kuchaytirishdan iborat. Uchinchisi smart inverter va mikro tarmoqlarni ko'paytirish. Rezerv quvvat manbalari, gaz, gidro, dizel saqlash. To'rtinchisi texnik kadrlar tayyorlash va nazorat tizimlarini kuchaytirish. Texnik muhandislarning ovozini eshitish lozim. Katta transformatorlar yetarli emas. Muhimi tizimni tushunadigan insonlar, texnologiyalar va muvozanat. Har bir hududda zaxira, nazorat va avtomatik stabilizatsiya bo'lishi shart. Quyosh fotovoltaik tizimlariga 100% o'tish mumkinmi? Ha, albatta. Blackout paytida Ispaniyada elektr energiyasining 59% quyosh panellari orqali ishlab chiqarilgan edi. Ba'zilar bu holatni quyosh energiyasining ishonchsizligi bilan bog'lasa-da, mutaxassislar asosiy muammo tarmoqni boshqarishdagi kamchiliklarda ekanligini aytishmoqda. Yashil energiyaga o'tish mumkin, ammo bu jarayon ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishi kerak. O'zbekistonda shunday holat bo'lishi mumkinmi? Ya'ni O'zbekistonda blackout bo'lishi mumkinmi? O'zbekiston ayni damda qayta tiklanuvchi energiya bo'yicha muhim o'zgarishlar bosqichida. Yangi quyosh stansiyalari ishga tushyapti. Xalq orasida mikrofeslar soni oshmoqda. O'zbekiston qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushi 16% ga yetgan. 2025-yil oxirigacha bu ulushni 26% ga yetkazish reja qilinmoqda. 30-yilga borib esa umumiy energiya ulushining 40% ni qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan olish rejalashtirilgan. Ammo bu o'sish bilan birga xavf-xatarlar ham yaqinlashmoqda. Bugun tizimimiz hali to'liq tayyor emas. Keling asosiy muammolarga qaraylik. Birinchidan, akkumulyatorli energiya saqlash tizimlari deyarli yo'q. Farg'onada va Andijonda 150 megavatlikdan 2 ta bor. Smart inverterlar kam. Chastota va quvvat monitoringi sust. Tizim yuklamaga sinovsiz ulanmoqda ayrim joylarda. Blackout bu faqat urush yoki ofat emas. Yagona xatolik butun tizimni qulatishi mumkin. Ayniqsa tarmoqdagi kuchlanish beqarorligi allaqachon ogohlantiruvchi signal bo'lib turibdi. Masalan, ko'plab hududlarda 270, 280, hatto 290 voltgacha kuchlanish chiqmoqda. Natija nima? Kunduzi soat 11:00 dan 16:00 gacha inverterlar o'zini o'chiryapti va bu muammo 2025-yil mart oyidan beri kuzatilmoqda. Esingizda bo'lsa, biz davlatning energiya tizimi qanday ishlaydi degan videoda bu haqida gaplashgan edik. Unda aynan qatlam-qatlam tushuntirganmiz. Quyosh panellari ishlab chiqargan quvvat quyi tarmoqqa yo'naltiriladi.
Katta feslar 2 megawattdan yuqori, ular 35, 110 yoki 220 kilovolt tarmoqqa ulanadi. Aholi esa 0.4 yoki 10 kilovolt tarmoqqa ulanadi. Bu ularning ta'sirini mahalliy darajada sezdiradi. Dastlab bu energiya foydali edi. U hududlar orasidagi energiya uzilishlarini qoplaydi, yo'qotishlarni kamaytiradi. Ammo hamma narsaning ham normasi bor. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, tizimda qayta tiklanuvchi energiya ulushi 30% gacha bo'lsa, tizim stabilligini saqlanadi. Undan ortiq bo'lsa, energiya saqlash tizimlari majburiy bo'ladi. Biz esa faqat quyosh panellariga suyanayotgan bo'lsak, tizimni butunlay modernizatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Aks holda, yozda aynan eng ko'p energiya ishlab chiqariladigan faslda biz og'ir oqibatlarga duch kelishimiz mumkin. Bu gaplar hayotda isbotini topdi allaqachon. 2024-yil sentyabr oyida tarmoqda energiya ortiqcha ishlab chiqarilgani uchun 3 kun davomida katta quvvatli feslar o'chirildi. Vazirning o'zi ta'kidlagan. Agar energiya saqlash tizimlarini joriy etmasak, bu yil 3 kun emas, balki 7 kun, balki 10 kun o'chirishga to'g'ri keladi. Demak, masala jiddiy. Feslar soni ortmoqda, lekin tizimni boshqarish sust. Energiya haddan tashqari ko'p bo'lsa, foyda emas, xavfga aylanadi. Nasib kuchlanish bilan bog'liq. Muammo va uning yechimi bo'yicha keyingi videolarda albatta gaplashamiz. O'zbekistonda blackout bo'lmasligi uchun har bir podstansiyada real vaqtli monitoring joriy qilish, elektr energiyasi balansini sun'iy intellekt bilan boshqarish yoki shunga o'xshagan qandaydir bir elektron tizimga o'tish, tarmoqqa ulanishda smart invertorlar va AVR atsi himoyalarini majburiy qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini tarmoqqa integratsiya qilishni standartlashtirish va eng muhimi, milliy energetika xavfsizligini ustuvor strategiyaga aylantirish kerak bo'ladi. Ishonchlilik, barqarorlik va muvozanat. Ispaniyadagi blackout ogohlantirish edi. Quyosh energetikasi, kelajak energiyasi. Lekin muhandislar aytganidek, kelajakka ishonchli tizim bilan borsakkina u yorug' bo'ladi. Biz barqarorlikni o'rganishimiz, nazoratni kuchaytirishimiz kerak. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining o'sishi yetarli emas. Endi ularni saqlab, barqaror ta'minotga kafolat beradigan tizimlarga jiddiy e'tibor qaratish zarur. Blackoutlar texnik xato emas, e'tiborsizlik oqibatidir. Elektr tarmog'ini raqamlashtirmasak, himoya kuchaytirilmasa, oqibatlar og'ir bo'ladi. Bugun ogohlantiruvchi sinov bo'ldi. Ertaga ehtiyot bo'laylik. Energiya barqarorligi milliy xavfsizlikdir. Tavsiya: agar blackout bo'lsa, oddiy inson o'z uyi uchun mustaqil energiya manbasiga ega bo'lishi kerak hisoblanadi. Uyda zaxira generatorini saqlash, elektromobil orqali uy quvvati berish, akkumulyatorga ega gibrid yoki avtonom invertor tizimi orqali energiya ta'minotini saqlashingiz mumkin. Men Zoir Kenjayev o'ylaymanki, bu voqea sizni ham o'ylantiradi. Videoga like bosing, izoh qoldiring va eng muhimi, ilmli bo'ling, ogoh bo'ling.